Mana shunaqa mexanический begovoy дорожка so'ragan akalarimiz uchun yangi partiyada begovoy дорожkalarimizni tayyorlab beryapmiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, narxlari hozirgi paytda 3,5 million so'mdan boshlab 5,5 million so'mgacha tayyorlab beramiz. Bu zakaz orqali tayyor bo'ladi. Bu o'zimiz uchun yasalgan varianti. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun ham yasab tayyorlab beramiz. Undan tashqari, aslan hozirgi paytda ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan mini kultivatorlarimizni yangi partiyalari yetib keldi. Endilikda mana shu ko'rib turgan mini kultivatorlaringizni atrofda 1,5 milliondan 3 million 300 ming so'mgacha sotilayotgan variantlarini bizning do'konimizdan kelib, atiga $100 evaziga 1 million 200 ming so'mdan xohlasangiz 3 ot kishilik varianti, xohlasangiz 5 ot kishilik variantlarini sizlar uchun beraveramiz. Agarda xohlaganlar uchun mana shunday frezali variantlardan ham sotuvda bor. Bu mini kultivatorlarimizni hozirgi paytda 2000 оборотdan boshlab 3,5 ming, 4 ming, 4,5 ming, 5,5 ming, 7000 оборотgacha har xil assortimenti bor. Bularda основной motor va korobkasi har xil variantlari bo'ladi. Xo'p, bu mini kultivatorlarda mana shu videoga bitta like bosib, kommentariyaga omad deb yozib qo'yganingiz uchun siz obunachilar uchun 1 million 200 ming so'm evaziga beraveramiz. Mana shu ko'rib turgan mini kultivatoringiz 3 ot kishilik varianti. Bu mini kultivator yordamida bemalol orqasiga agat oladiganlarni qo'yib, jo'yaklarni olishdan foydalanishlaringiz mumkin. Og'irliklari ham yengilgina, atiga 18 kilogramm qilib ishlangan, yengil, ixchamgina 3 ot kishilik mini kultivator. Narxi 1 million 200 ming so'm. Xo'p, agarda mana shu holatda 5 ot kuchli mana shunday motorlari bilan tayyorlab beradigan bo'lsak ham, atiga 1 million 200 ming so'mdan sizlar uchun berib olamiz. Undan tashqari, xohlaganlar uchun ham frezada yer haydasin, ham agatlarni olish uchun universal bo'lsin, motorlari ham обороты tezroq bo'lsin deb so'ragan akalarimiz uchun 5 ot kuchli variantidan 2,5 ming оборотli varianti yurgizish joylari zavodni orqali yuradi, yoqilib turib benzinli model. Frezalari 4 qatorli frezalar bilan ishlangan 60, 70, 90 agatlarga tusha oladi va agatlarni orasini xohlasangiz kultivasiya qilasiz, xohlasangiz agatlarni olishda va yerlarni haydashda 5 sotikdan 15 sotikgacha yerlarni haydashdan ham foydalanishlaringiz mumkin. Bu mini kultivatorimizni e'tibor beringlar, 350 korobkali varianti, reduktorlari salgina kichikroq variant hisoblanadi. 4 qatorli freza ulangan holati. Xohlaganlar uchun bundan ham kattaroq variantida 450 talik korobkali variantlaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Bularda motorini обороты 3,5 ming оборотli bo'ladi va reduktorlari ham usulinli qilib ishlangan bo'ladi. Bularda hozirgi paytda 10 sotikdan boshlab 1 gektargacha bemalol agatlarning orasini kultivasiya qilishda ham foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p, bu mini kultivatorlarimizni bu videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Bu mini kultivatorimizni aytib o'tganimda 60, 70, 90 agatlarga kultivasiya qilishda, agatlarni olishda va yerlarni haydashda foydalanishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bu mini kultivatorimizning narxi atiga 2 million 500 ming so'm. Xohlaganlar uchun bundan ham usulinli varianti 450 talik korobkali va motorlari usulinli qilib ishlangan, обороты 5,5 ming оборотli, reduktorlari bundan ham 450 talik reduktordan qo'yilgan va bu mini kultivatorimizning narxi 2 million 600 ming so'm. Bundan tashqari bundan ham mo'shliroq bormi deb so'ragan akalarimiz uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. 5,5 ming оборотli varianti, xohlaganlar uchun 7000 оборотli variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Bularda ichidagi основной motor qismi 44 ga 5 katta motorlardan qo'yilgan va bu mini kultivatorlarimiz hozirgi paytda 1,5-2 gektargacha yer maydonlaringiz bo'ladigan bo'lsa, kultivasiya qilishda va agatlarni olishda foydalanishlaringiz mumkin. Bu mini kultivasiyamizning narxi 2 million 800 ming so'm. Mana shu ko'rib turgan kultivatsiyalaringiz atrofda 3 milliondan boshlab 3 million 300 gacha sotilyapti. 7000 оборотli variantlari bizning do'konimizdan kelib 2 million 800 ming so'mdan olib ketishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimda xohlaganlarga 1 million 200 ming,
xohlaganlarga 2 million 200 ming, xohlaganlarga 2 million 400 ming, xohlaganlarga 2 million 600 ming, xohlaganlar uchun 2 million 800 ming so'mgacha har xil assortimenti bor. Bemalol kelib, bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Bu mini kultivatorlarda bir qator sizlarga hozir ishlash jarayonlarini qo'yib ko'rsatib beramiz. O'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Bu mini kultivatorlarda yana nima ishlar qilib ko'rsataylik. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Mana shu turdagi texnikalarda optim baza skladi bo'ladi akalar. Videolarni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini ham bosib qo'yishni unutmanglar akalar. Bo'lmasa sizlar bilan bitta bu mini kultivatsiyalarimizni ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Videomizni boshladik. Akamiz o'zi shu yer egalari, shu dehqonchilik qilganman, shuning ichida akalar kultivatsiyasiga qiynalyapman degani uchun meni kultivator apparatimizni olib keldik. Dalalarida mana akalar ishlatib tekshirib beryapmiz. Chopib kelayotgan joyiga ahamiyat beriladi, juda ham yaxshi qimdan mayin qilib kelyapti. Yengilligi akalar.